Super oltin to'p yaqin orada topshiriladi va bu futbol mukofotlari tarixidagi eng baland ovozli voqeaga aylanishi mumkin. Bu unikal mukofot bir mavsum uchun emas, balki butun 30 yilda faqat bir marta beriladi. Ovoz berish huquqi faqat oltin to'plo sohiblariga tegishli. Ya'ni qarorni futbol afsonalarining o'zi chiqaradi. Birinchi va yagona marta bu mukofotni Alfredo Di Stefano olgan edi. 2989-yilda futbol rivojiga qo'shgan hissasi va ajoyib karyerasi uchun. Lekin shu paytdan beri 30 yildan ko'proq vaqt o'tdi va endi navbatdagi super chempionni tanlash vaqti keldi. Butun dunyo intiqlik bilan kutmoqda. Final poygasida Lionel Messi va Cristiano Ronaldo. Messi eng ko'p salet oltin to'p sohibi, jahon chempioni va beqiyos iqtidor sohibidan biri. Ronaldo futbol tarixidagi eng yaxshi to'prar, fenomenal statistikaga ega va butun karyerasi davomida barqarorlik namunasi. Rasmiy g'olib nomi hali sir saqlanmoqda, ammo muxlislar allaqachon tortishmoqda. Bu sharafga kim ko'proq munosib? Siz nima deb o'ylaysiz? Super oltin to'p kimga berilishi kerak? Izohlarda yozib qoldiring.